O'zbek shou-biznes olamining afsonalaridan biri Adiz Rajabov haqida tezkor xabar tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Video rolgimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Qadrli tomoshabin, siz bilan tanishganimizga ancha yillar bo'ldi. Ko'pchiligingiz bilan hayotda ko'rishmagan bo'lsak-da, lekin qadrdonlik rishtasi bilan bog'langanmiz. Eng muhimi va qadrlisi aslida ham shuda. Imkon qadar sizga va o'zimga manfaatli bo'ladigan kontent tayyorlashga kirishganmiz. Bunda sizning qo'llab-quvvatlashingiz menga juda zarur. Katta va kichkina ekranlarda ko'rishguncha. Hurmat bilan, Adiz Rajabov. Uzoq rejalangan uchrashuv nihoyat amalga oshdi. Anchadan beri yigitlar bilan ko'rishamiz deb reja qilamiz-u, lekin hech amalga oshmas edi. Hayot har birimizni o'z yo'liga burib, dengizda kemasini boshqarayotgan kapitanday harakat qilishga majbur qilardi. Dengiz bir, yo'nalishlar esa har xil. To'lqinlar ba'zan oldinga itarsa, ba'zan chetga sudrardi. Shu bois uchrashuvimiz doim ortga surilib kelar edi. Ammo bugun yo'llarimiz kesishdi. Ilgari faqat telefon orqali gaplashib, tez orada ko'rishamiz deb yurar edik. Bugun esa oldingi yillarda qolgan voqealarni bir-bir yodga oldik. O'sha sho'xliklar, o'sha xatolar, o'sha yutuqlar. Har bir xotira daftarimizdan bitta-bitta varaqlar ochildi. Ba'zilar kulguli, ba'zilari yurakni titratadigan, ba'zilari esa afsus aralash eslanadigan voqealar edi. Yangi rejalar tuzdik. Nasib etsa ularni ham amalga oshiramiz. Bugun aynan muborak kunlarda uchrashganimizda ham juda xursandmiz. Suhbatlarimiz orasida bir-birimiz uchun duo qildik. Keyingi Ramazonga barchamiz sog'-omon yetaylik. Shu lahzalarga nazar tashlab turing. Ichimda bir fikr tug'ildi. Biz ulg'aydik. Ha, qaridikmi? Yo'q. O'sha bolalik, sho'xligimiz, ichimizdagi do'stlik tuyg'usi, samimiyat, hammasi o'sha. Faqat endi biz dunyoni boshqacha ko'ryapmiz. O'tgan yillar bizga saboq bo'lib, hayotimizga tajriba qo'shdi. Ko'ngil esa hamon yosh bo'lib qoladi. Adiz Rajabov ushbu satrlarni yozar ekan, o'zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida do'stlari Ulug'bek Qodirov, Alisher Uzoqov bilan birgalikda Akbar Xo'ja Rasulovlar bilan birgalikda tushgan suratlarini ijtimoiy tarmoqdagi sahifasiga joyladi. Do'stlari bilan uchrashganini aytib o'tdi. Adiz Rajabov o'zbek san'atining serqirra ijodkorlaridan biri. U 1984-yil 6-yanvarda O'zbekistonning Buxoro shahrida tug'ilgan. Otasi o'qituvchi, onasi esa oddiy uy bekasi. O'rta maktabni tugatgach, Toshkent davlat teatr va rassomchilik institutiga qabul qilingan. U yerni 2005-yilda bitirgan. 2005-yildan hozirgacha O'zbek film truppasining aktyori. Nahotki sen filmida ilk bor bosh qahramon rolini ijro etdi. 2006-yilda rejissyor Sohib Abbosxon tomonidan suratga olingan Sen meni sevasanmi filmiga suratga olingan. Rajabov bu filmdan ortiq taniladi. 2007-yilda Adiz Rajabov Bo'rilar filmida salbiy obrazni gavdalantiradi. Bu rol unga katta shuhrat keltirgan. Super kelinchak filmida bosh qahramonlardan biri Sardor rolini gavdalantirgan. Taniqli aktyor Adiz Rajabov intervyu berishdan o'zini olib qochadigan, o'zi va hayot haqidagi ma'lumotlarni ommadan sir saqlaydigan san'atkorlardan biri. U rejissyor Sanjar Shodiyevning Sen o'zim boy qilaman nomli filmida suratga tushmoqda. Adiz Rajabov nima sababdan deyarli intervyu bermasligiga quyidagicha javob bergan. Ijodda qandaydir yangilik bo'lsa intervyu berasizda. Har doim bitta gapni takrorlayverish ham yaxshi emas. Har bir aytilayotgan, yozilayotgan so'zlarning mas'uliyati bor axir. Ijodiy tanaffusdan so'ng aynan Seni o'zim boy qilaman filmida rol ijro etishingizga nima sabab bo'ldi? Bu film mavzusi bugungi kunda suratga olinayotgan kinolardan oz bo'lsa-da farq qilgani uchun Sanjar Shodiyevning taklifiga rozi bo'lganman. Bu mavzudan ko'pdan beri suratga olinganini, g'oyasi qiziqarli va nihoyatda boshqachaligini meni o'ziga tortgan. Filmda shou-biznes olamidagi bosh qahramonning do'sti rolini ijro etganman, deydi Adiz Rajabov. Adiz Rajabov yaqindagina 2023-yilda onasidan ayrilganini aytib o'tgan. Bu haqdagi xabarlar ijtimoiy tarmoqlarda yashin tezligida tarqalgan. Adiz Rajabovning oilasiga hamda ijodiga zafarlar tilab qolamiz. Video rolik ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang.